Guando jangida Yuan Shao'ninki jangda yengilib, vayron bo'lib, hatto o'lib ketishining birdan-bir sababi Cao Cao'ninki jang qilishga moyil bo'lganligidanmi? Undaq emas. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch podshohlikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Guando jangi nihoyatda dongliq janglarning birisi. Ya'ni Cao Cao oz qo'shin bilan ko'p qo'shinliq Yuan Shao'ni mag'lub qildi. Endi Yuan Shao'ning o'lib ketishiga mushu jang sababchi bo'lganmi? Amaliyotda bu jangda Cao Cao haqiqatan kallasini ishlatib, aql bilan Yuan Shao'ni mag'lub qilgan bo'lsa-mu, ammo bu jangdan keyin Yuan Shao'ninki amaliy kuchi bak cho'ng ta'sir kuchirmagan. Chunki Yuan Shao'ning nurg'un qo'shini bor. Mushu qo'shin faqat tarqalib ketgan, hammasi o'lib ketmagan. Hatto uningki nurg'un ziminlari, qurallari bor. Yuan Shao mushadan hayotla o'zining yurtiga keta olsa, demak, u yana o'zini qaytadan zo'rayta oladi. Ammo Yuan Shao mushu qatimliq mag'lubiyatni faqat ichiga potqizolmaydi. Ya'ni mag'lubiyatni qabul qilolmaydi. Psixik jihatdan tugishib ketadi. Shuning bilan keyin-keyindan qaror chiqarib, hatto eng oxirgi vaqtda ochiq yutib o'lib ketadi. Shunga bizmi turmushda nurg'unlagan qiyinchiliklarga, mag'lubiyatlarga uchrab turamiz. Agar biz har bir mag'lubiyatni qabul qilolmasak, bundan ochiq yutib psixikimizni qalaymaqalashtirib olsak, demak bizmi mag'lub bo'lamiz, shu ish tarafidan vayron bo'lib ketamiz ekan. Agar sizin bu gaplarim qo'shilsangiz, astidagi inkas rayoniga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texim ko'p jondarchilikqa oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim kanalga uchur qiling.